يا أيها الذين آمنوا لا تتقوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetlik Müslüman kardeşlerim, bugünkü dersimiz Allah Subhanahu ve Taala'nın Ya eyyühellezine amenu iza qila lekum tefassahu fil mejalisi fefsahu yefsahillahu lekum ve iza qila enşuzu fenşuzu yerfa'illahu allazine amenu minkum vellezine utul ilme derecat vallahu bima ta'maluna habir degan mana bu ayet-i kerimede bo'ladi. Aziz qarindoshlar, Allah Subhanahu ve Taala Qur'oni Kerimde 90 o'rinda mu'minlarni chaqirib, u mu'minlarning hayot yo'lini ko'rsatib bergan. Mana bu mu'minlarga chaqirilgan nidolining bir qismisida Allah Subhanahu ve Taala mu'minlarga munosabatlik siyosiy hayotini, kimga bo'ysunish, qanday tuzum ostida yashash, ijtimoiy siyosiy hayotini qaysi xil tuzum bilan tertiblash taraflarini bayon qilgan bo'lsa, yana ba'zan chaqiriqlarda Allah Subhanahu ve Taala o'zi bilan bandalari o'rtasida bog'lanadigan aloqa munosabat bo'lgan ibodatlarni bayon qilib bergan. Ya'ni namozga o'xshagan, ro'zaga o'xshagan bu ibodatlarni bayon qilib bergan. Yana ba'zi nidolarda Allah Subhanahu ve Taala musulmonlarning axloqiga munosabatlik, rostdil bo'lish, samimiy bo'lish, sabrchan bo'lishga o'xshagan axloqiga munosabatlik bir qism ko'rsatmalarni Allah bayon qilsa, yana bir qism chaqiriqlarda yemak, ichmak, tijorat, savdo sotiq o'xshagan bu sohalardagi qilishga tegishlik ishlar va qilmasga tegishlik ishlarni Alloh Subhanahu va Taala bayon qilgan. Allah Subhanahu ve Taala bu 90 o'rindagi chaqiriqlari bilan biz mu'min musulmonlarning dinini bir butun bayon qilib bergan. Din ibodat, din axloq, din muomala, din siyoset, din kişilik hayot, din qoida yusun, din halal yemek içmek, din ticaret savdo sotiqdan iborat umumiy gavda bir butunlashib, mana buning bilan din shakllangan. Mana bu inson o'zining umumiy hayotida Allah Subhanahu ve Taala'nın ko'rsatmasi va yo'l yo'riqi bilan yashagan chog'da u islom dinida to'liq yashagan va Allah Subhanahu ve Taalaga haqiqiy mu'min musulmon bo'lib o'tgan kishiga aylanadi birodar. Şunu bu nidala mana musulmonlarning umumiy hayotiga yo'l yo'riqlarni bergan. Qur'oni Karimning merkezi idisi del mana bu nidalidan terkip tapkan. Çünkü Allah Subhanahu ve Taala Kur'an arkalık müminlerin yolunu köksetti, sübtini bayan kıldı ve ulanın kılışkı tekişlik işlerini bayan kıldı. Kıyamet günüdeki ula erişidiğen mukafatlarını bayan kıldı ve Allah Teala müminlerge dünya ve ahirette kılgan va'dalarini amalga oshirganligini bayon qildi. Yana bir taraflarida mana bu nido Allohning chaqirig'iga inkor qilib, tenib yurgan va uningga qarshi chiqqan kofirlarning, munofiqlarning, mushriklarning yo'li
tabiati, xarakteri va ularning sifati va ularning dunyodagi jazosi, oxiratdagi jazosini Alloh bayon qilish bilan Qur'oni Karimni mana bu yo'lga markazlashtirdi. Bugungi bu nido darsimizning 24-qismisi mu'min musulmonlarning sorun, ya'ni bir yerga yig'ilgan chog'ida, to'plashgan vaqtda diqqat qilishga tegishli adab, qoida, usullari haqida bo'ladi. Hammamiz bilamiz, inson sorunlarga boradi va sorunlarda jug'lashadi. Ama bu sorunlarning tartibi, qoidasi bo'ladi. Buningga diqqat qilish va bu qoida, usullarga ahamiyat berish o madaniyatlik, saviyelik, bilimlik insonning ifodasi va uningki amali bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ashablari haqiqatni anglaydigan, ilm, ma'rifat oladigan, Allah subhanahu va taologa yaqinlashtiradigan sonliga haqiqatan qiziqadi. Va uning uchun xuddi bir musobaqa uyushtirilgan vaqtda birinchi bo'lishga tirishqanga o'xshagan mana bu sahobalar ashu sorunda eng oldida bo'lishga qiziqadi, birodarlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallamga yaqin o'ltirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning chiroyini ko'rib turib, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning so'zlarini bir vosita Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan anglashga shu qadar qiziqadi. Mana mu'minning sifati bu. Mu'min haqni anglashga qiziqadi, da'vat anglashga qiziqadi, Allohning kalomi Qur'oni Karimni anglashga qiziqadi va uning uchun tirishadi. Mu'min o'zining hayotini haqqa bog'lash, Qur'onga bog'lash, payg'ambarning sunnatiga bog'lash, islomga bog'lashga qiziqadi. Qanday bir o'rinda o haqqa chaqirilsa yoki haqning so'zi qilinadigan bir sorun bo'lsa, o mu'min ana shu sorunga eng oldi bilan boradi, aziz birodarlar. Bu imanning bir isboti bu. Va qalbda iymon o'rlashganlikning isboti. Allah subhanahu va taoloni yaxshi ko'rganlikning isboti bu. Chunki Allohni tilga elinadigan, Allohning dini muzokara qilinadigan, haqiqat so'zlanadigan sorun bu ibodat bu. Va bu sorunda Allohning fazli, marhamati tushadigan sorun bu. Va bu sorunda Allohning malaikaları yig'ilib, ana shu sorunda o'ltirganlarning gunohining kechirim bo'lishini so'raydigan Alloh taoladan, xatoliklarning afvi bo'lishini so'raydigan mana shunday sorun, aziz birodarlar. Şuna sahabe-i kerimler bundak sorunga intayin qiziqadi. Bu ayetning şu sebebi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sütbedeydi. Yani sahabe-i kerimlerden bir türkümleri Mekke'den Medine'ye hicret kılgan vakitte nahayet kıyınçılıkta bulup bular mescidinki söküsüde yatattı. Onların yatıdığı yerimi şu, ilim alıdığı yerimi şu, caylıdığı yerimi şudur. Şu yerdeydi, urun taydı, cümeküllikteydi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'nın keşiğe ensar ve muhacirledin teşkil tapkan bir türküm sahabeler geldi. Ular sahabeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin sorununa gelip Esselamu aleykum ve rahmetullah deyip Peygamber aleyhissalatu vesselam'a salam verdi ve şu sorunda olduğun sorundaki kişilerine salam verdi. Ama sahabe-i kerimler Resulullah salam bergüçülerinin salamıga cevap qaytu diyor, lekin o'rnidan medilemedi. Peygamber aleyhissalatu vesselam o kelgan sahabalarning o'zining qeshida turishni, sapning oldida bo'lishni yaxshi ko'radi. Chunki islom umumiy prinsipdan bütün kişiler beraber o hemmesi Allah subhanahu ve taola'nın bendileri degan prinsipni o'ttirib qo'ysa mu, amma kişilerin ilim fazileti, takvalık fazileti,
İslam'ın cafalarını tartış fazileti ya bu hak yolda eziyet tartış faziletinden ibaret nurgun faziletleri, nurgun emelleri bilen onun sepnin aldığı buluş, Müslümanların pişivası buluş ve turduğun urunda mı yukur urunda buluştuğun ibaret mana bu makamını İslam tertiplegeniniz buraderler. Şuna İslam sepke tizganda birinci bulup septe pişqadam ahli ilim kişilerge maslahat beralaydigan cemiyette tesiri ba aksakallar turur. Onun keyni de normal adamlar yani erler turudu. Onun dinkin küçük ballar turudu. Onun dinkin ayollar turudu. Mesela namazga mescidge kirgen çağda sepke tizgan çağda İslam mana bu şunda tizidu. Bunu Peygamber aleyhissalatu vesselam mı del bu sorunda o Bedir uruşuga qatnaşkan, fazileti yuqori, İslam'ın cafasını cek tatkan, eziyetini köp çekken, Müslümanlarga yetakchilik salohiyati ba sahabe kerimlarga urun boş durmaganligini ulug' Peygamber aleyhissalatu vesselam ko'rib, qanday qildi Rasululloh? Aytdi, ko'ngli yerim bo'ldi. Shuning bilan ularning uri turib kelishiga ne xalmay Peygamber aleyhissalatu vesselam bir türküm sahabalarni sizlar o'rninglardan turib basanglar, mavluga o'rin bosh basanglar dedi. Sahabalar Peygamber aleyhissalatu vesselamning buyrug'iga derhal bo'ysunib o'rin bosh tutmadi. Mana bu arada munofiqlar İslam'ның saplarida davomli fitna teriydigan, Müslümanlarning orasida bo'lgunchilik paydo qiladigan, to'g'ri ishdinmi ayib izlaydigan, haq ishdinmi qusur izlaydigan mushundaq bir turkum munofiqlar o'ttirga chiqib ashadi dediki, qaranglar, Muhammad alayhissalatu vassalam adolatga tashabbus qiladi, barobarlikka tashabbus qiladi. Bütün Müslümanlar beraber deb qaraydi, ammo mana bu o'ziga yaqin turadigan sahobalar kelgan vaqtda palanini pokunini qo'pirib yotdi-ku. Qani bu barobarlik? Nima uchun qo'pirib yotdi deb bu yerda ayib taptaziz bo'ladi. Va shundaqla fitna paydo qildi. Bu aslida fitna qiladigan ish emas edi u. Chunki her bir kişinin o'rniga loyiq o'rinni tug'izish, her bir kishiga o'ziga loyiq o'rin berish bu islomdagi asli adolat bu. İslamning talibi bu. İslam cho'ng kichik, ulama, bilimli, bilimsiz hammani barobar bir o'rinda qo'ying demaydi u. Mana mushunda bir ahvol bo'lgan chaqda Alloh subhanahu va taolo mu'min musulmonlarga so'rindagi adab, so'rindagi qoida yusunni o'rgatish uchun ya ayyuhallazina amanu, ey menga ishongan, men belgilab bergan yo'liga mangan va u yo'lini yo'lim deb da'vo qilgan, dinim islom, Rabbim Allah, payg'ambarim Allah avatgan payg'ambarlar cümleden Hazreti Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyorlar. İza qila lakum tafassahu fil majalis. Agar sizlarga bir sorunlu da, mayli ilim sorunları bo'lsin, mayli jihad sorunları bo'lsin, va uningdan boshqa da'vat sorunları bo'lsin, haq sorunları bo'ladigan, mana shundaq sorunlarda sizlarga azroq o'rin bo'sh tutpasingiz, kichikkina yurishib bersingiz, bizni bu sorunga sig'dorsingiz deb deyilib qolsa, tafsahu, sizlar buningga o'rin bo'sh tutpiringlar deb Alloh subhanahu va taolo mana bizga buyurdi birodarlar. Mu'min qanday kishi? Mu'min boshqalarni qistaydigan, boshqalarni yaxshilik o'rinlaridan chiqarib o'tadigan va yaxshilik o'rinlariga kelishiga qalbida siqiladigan bunday odamlar emas. O mu'min davomli boshqalarning yaxshilikda o'rtak bo'lishini, yaxshi ishlarni birga qilishni va yaxshi ishlarda uningmi nasibisining bo'lishini orzu qiladigan kishi u.
Shuning uchun o urun bo'shtidi o. Kengaytidi o. Kelganlarni sig'dirdi o. Sahoba kerimlar shu qadar ilm ma'rifatga haris qiziqadigan kishilar bo'lg'achqa, ular safning eng oldida o'tiradigan kishilar edi. Kim kelganlar o'ltiramay qoladi. Bu bir oyatning tushishning sababi. Ikkinchi sabab, sahoba kerimlar jihad maydonlariga chiqqan chaqda safning birinchisida bo'lishga bak qiziqdi va rabatda turishga qiziqdi. Chunki ular Allah yo'lida shahid bo'lishni hamma ishdan yuqori biladi, birodarlar. Shahodat bir mu'minning hayotidagi eng izzatning yo'li bu. Shahodat bir mu'minning hayotidagi eng yuqori maqam bu. Allah subhanahu va taologa o'zining qini bilan, o'zining hayoti bilan berish va o'ziningki Allah yo'lida o'zining haqiqiy mu'minman degan da'vosi bilan ketishning birinchi o'rni shu edi. Shuning uchun sahobalar mana bu birinchi safni talishib ham qistilishib ketadi. Bir-biri bilan ishtishib ketadi. Allah Taala mana bu oyatni cho'g'izish orqali ham sahoba kiramlarga yana mu adablik bo'lishga, axloqlik bo'lishga, shundaqla birinchi qitim so'ringa kelgan, so'rinning birinchi safini egallagan kishilarni so'rindan chiqarib atmaslikka, yiroqlashtirib atmaslikka Alloh taolo mana chaqirdi, birodarlar. Shuna mu'min musulmonlar biz so'rinda bo'lib qolib qolsak, bu so'ringa olim ulumoli kelgan yoki jamiyatda o'rni bor, yetakchilik salohiyati bor oqsoqollar kelgan bo'lsa, yoki yeshicho'ng kishilar kelgan bo'lsa, yoki kasal mayib kishilar kelgan bo'lsa va yoki homildor ayollar kelgan bo'lsa, cho'qim mana mushularga o'rin bo'shitish va ularni o'tkilib qo'yish bu musulmonning adab axloqi bu. Masalan, qatnash vositalariga chiqqan chaqlarimizda bo'lsin, yoki yo'lda qatnash haydab minayotgan vaqtlarimiz bo'lsin, mana shunda vaqtda u mening oldimga o'tib ketami deb qatnashda ularni qistaydigan, menga azroq o'rin bo'shitib turing, men o'tib olay. Ya men sal oldirashdim, menga bir azroq fursat bersangiz degandek belgilarni qilsa yoki talab qilsa, sen yo'lda bo'lsang, men bu yo'lda, sen oldirsang, men oldiraydim degandek shaklda yo'l talashmay, o'rin talashmay, kishilarningki o'rniga qarab turib, uningga o'rin berish bu mu'min musulmonlarning axloqi. Alloh bu yerda iza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu dedi. Allah bu yerdagi so'rinni majalis deb jamoa keltirishi, ilm so'rini bo'lsin, jihad so'rini bo'lsin, yoki yo'lda ketayotgan bir so'rin bo'lsin, yoki qatnash vositalarida o'tirayotgan bir so'rin bo'lsin va yo uningdan boshqa to'y, masalan, umumiy insonlar yig'iladigan so'rin bo'lsin, mana shu so'rinda qistilishib, birisi-birisining gandidan aqlab o'tadigan, bir-biridan ko'ngli og'iradigan emas, her bir kishini o'zining o'rniga tushirishga Alloh subhanahu va taolo bayon qildi. Tushirishga bizni chaqirdi, birodarlar. Fafsahu dedi. Fafsahu, uningga yurishib turinglar. O'rin bo'shitib turinglar. Biz mu'min musulmonlarni o'zimizning arasida olsak, ularni sepimizdan chiqarib atmay, aramizdan yiroqlashtirib atmay, yaxshilik o'rinlaridan ularni qo'g'lab atmay, aramizga olsak, Allah subhanahu va taolaning bizga beradigan mukofoti yafsahillohu lakum dedi. Allah sizlarga ozodlashtirdi dedi. Mana bu Allah subhanahu va taolaning ozodlashtirdigini Allah bu yerda bizga demadi, nima ozodlashtirdigini. Balkim rizqimizni Allah keng qilishi mumkin. Qabrida Allah subhanahu va taolo keng qilishi mumkin. Cennette Allah bizga buyurduğun ürünni keng qilishi mumkin. Hisob meydanida Allah subhanahu va taolo keng qilishi mumkin aziz birodarlar. Chunki payg'ambar alayhissalatu vassalam bir hadisda
bir mu'min yana bir mu'minning qiyinchiligini hal qilsa, uning jafosini yo'q qilsa, Allah subhanahu va Allah uning qiyinchiligini hal qiladi. Bir mu'min yana bir mu'minning aybini yapsa, xatoligini yushursa va uningki kamchiligini ko'rmasga salavotsa, Allah uning xatoliklarini qiyomat kuni yopadi. deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana bu hadisda bayon qilgan. Demak, mu'min mu'minga xizmat qilgan vaqtda mu'min boshqalarga shafqatlik, mehribon, muloyim, boshqalarga kuyinadigan, ularning g'amini yeydigan, mana shunday bo'lgan vaqtda Alloh subhanahu va taolo uning qilgan amali nima bo'lsa, ana shu tarafdan mukofolaydi. İslamda beriladigan jazo qilgan ishi nima bo'lsa, shu ishdan jazolanadi. Masalan, bir mu'minni qistisa va uning yo'lini tarlashtirsa, uningga o'ri qo'lisa, uningga aziyat bersa, yaxshilik so'rinlaridan qo'g'lasa, ilm ma'rifat so'rinlaridan qo'g'lasa, ilm ma'rifat o'rinlaridan qo'g'lasa va uning bu sohaga qatnashib kelishiga xohlamasa, Allah subhanahu va taolo ana shuni qiyomat kuni qistosh bilan jazolaydi. Agar bir mu'min yaxshi amalni ko'p qilsa, Allah subhanahu va taolo uni yaxshilik bilan jazolaydi. Shunga yafsahillohu lakum. Mana bu oyat karimada Allah sizlarning qalbinglarni kengroq qilib o'tadi, ozod qilib o'tadi. Mufassirlar ba'zi bu yerda Allah nimani kengroq qiladi deganda qalbni kengroq qiladi deydi. Uning qalbdagi adovat, o'chmanlik, hasad, kibr deganda mana bu kasallarni Allah yo'q qilib, uning qalbini Allah kengroq qilib o'tadi dedi. Bu vaqtda musulmonga qanday o'rin talashadigan bo'lmaydi. Mana bu bir mu'min musulmonning so'rindagi adab axloqlaridan birisi bo'ladi. Agar bir musulmon bir so'ringa kirib o'ltiribdi, ishi chiqib qilib, u yerdan qo'pab ketgan bo'lsa, kim kelgan vaqtda ana shu kishi u so'ringa eng haqli. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu haqda bir musulmon bir o'rinda o'ltirdi, yana qo'pib ketdi, kelgan bo'lsa, u musulmon shu o'rinda o'ltirishga haqli. Chunki u hech kim o'ltirmagan vaqtda o'ltirgan deb bayon qilgan aziz birodarlar. Islom bizga her bir ishning yo'lini ko'rsatyapti. Her bir ishda ta'lim beryapti. Bu ibodat bu, bu muomala bu, bu Allohga yaqinlashtiradigan amal bu. Allah iymon sifati bilan bizni chaqirdi aziz birodarlar. To'g'ilishib, meni paturmuding deb, yoki mening oldimga o'tib oldi deb, yoki meni o'rnida turib oldi deb, buni bunday to'g'ilishadigan ishga yo'l qo'ymagan. İslam mana bu yerda bir kishi yana bir kishini o'rnidan qo'pirib etib o'ltirmasin deb ham bayon qilgan. Bu so'rinda qo'pirib etib, ammo kenglashtirib bersin, ya'ni o'rin bo'shatib bersin deydi. Bu oyatning ikkinchisida va iza qila lakum fanshuzu va iza qila lakum unshuzu fanshuzu. Agar sizlarga shu so'rinni tashkillayotgan, so'rinning beshi bo'layotgan, so'rinni idora qilayotgan kishidan birisi ma o'rninglardan turib turinglar deb buyruq qilsa, yoki biror xizmat sababli, biror ish sababli sizlarni sirtga chiqinglar deyilsa, fanshuzu sizlar o'rninglardan turinglar. Bizni qo'piryapti ya, bizni ishqi buyurdi ya, ma so'rinda o'ltig'ilib qo'ymadi ya, demanglar sizlar deydi aziz birodarlar. Demakki islom tertibga bak diqqat qilishga, intizomga diqqat qilishga, amir mas'ullarga cho'qim bo'ysunishga va ularning yetaklashiga ergishishga va ularning buyruqlariga haqiqiy amal qilishga mana bu islom dini chaqirdi. Islomda boshsiz yashashga, tertibsiz yashashga, tashkilsiz yashashga, jamoatsiz yashashga qat'an islomda o'rin yo'q aziz birodarlar. Birinchi islom musulmonlarni tashkil intizomlik, jamoatlik, mas'ul bilan yashashga buyurdi.
Şoň jemiyetniň mes'uli bar, aileniň mes'uli bar, her bir işniň mes'uli bar. Amma özü kelip, halagança kelip, halagança ketişke hem ruhsat kılmaydı İslam dini. Bu bir musulmanyň şundakla aqanlyk, sapalyk kişiniň ahlakı emas o. Bir sorunuňy çakyrylgandan keyin şu sorundan ketiş üçin çokum o sorunyň mes'uli we teşkillik üçin ijazat eliş gerek. Ruhsat eliş gerek. Ketişke özürsini dep koyap ketiş gerek o. Özen keldin, özen kettin. Ve iza qila lakumun shuzu fanshuzu deydi. Agar sizlar o'rningizdan turinglar desa. Qopab biringlar. Balkim bir sorunda oltugan kişini o'rnidan qo'pirib o'tib, uning o'rniga yana bir kişini akilishi mumkin. Bunda vaqtda ham sen qalbingni siqilma. Meni qo'pirib o'tdi, ko'zga ilmidi, meni kichik ko'rdi, demasan deydi islom dini. Chunki muhim bir ish uchun ya muhim bir maqsad uchun, muhim bir manfaat uchun shu sorunni tashkillagan tashkilligichi ana sening o'rningga yana bir kishini o'ltirgizgan bo'lishi mumkin. Allah bunu bayon qilgandan keyin yarfa'illahu allazina amanu minkum vallazina utul ilma darajat. İnsanning mertebesinin, o'rnining yuqori bo'lishining, sapning oldida bo'lishi yoki payg'ambar alayhisolatu vasallamga yaqin bo'lish yoki o'rinning olisida o'ltirish bilan munosabati yo'q deb Alloh bayon qildi. Bir oddiy bir kishi cho'ng bir insonning qashida bir qitim o'ltirib qolganlik bilan uning martabasi cho'nglab ketmaydi o. Ya sorunning beshida o'ltirish bilan o sorunning beshi yoki martabasining yuqoriligi, o'rnining ustunligiga dalolat qilmaydi aziz birodarlar. Alloh bu yerda haqiqiy talishadigan, qiziqadigan o'rinning ne ekanligini bayon qilib, Alloh deydi: "Yarfa'illahu allazina amanu minkum." Sizlarning ichinglardan iymon etgan ve ilim berilganlarni bir necha daraja Allah mertebesini yuqori qiladi. Mana insonning darajasining oliy bo'lishi iymoniga bog'liq. Uning tavhidiga bog'liq. Ve şu iman yo'lidagi amaliga bog'liq. Ilmga bog'liq aziz birodarlar. Bir inson o'rni nerede bo'lsin? Amma o ilimlik bo'lsa, qobiliyatlik bo'lsa, ana uning o'rni yuqori bo'ladi, maqomi ustun bo'ladi, o Allohga yaqin bo'ladi. Alloh bu yerda bizga deydi: "Sizlar o'rin talashmanglar. O'rin talashmanglar. Bu o'rin sizlarning o'rningizni yuksaltirmaydi, o'rningizni ustun qilolmaydi sizlarning." Balkim inson o'zining o'rnini boshqalarga ötünep biriş bilen, boş biriş bilen, onun edeplik, ilmi, hakikaten insanperverlik ruhu ige kişi ikenligi o'ttirg'i chiqadi da, mana shu vaqtda kishilar uningga qoyil bo'lib hurmat qiladi. Uning martabasini yuqori ko'tardi. Bir universitetning ishkini baqirgan, ish baqarman universitetning ilmiy mudirining o'rindiqida o'ltirib, o'zini men bugun universitetning ilmiy mudiri bo'ldim, bugun mening o'rnim yuqori bo'ldi deb qarasa yoki boshqalarning oldida uning o'rnida chiqsa, boshqalar uningga haqiqatan bu degan mundaq martabalik odam kendami? Aziz birodarlar, bu talışıdığan o'rin, talışıdığan maqam bu ilim bilan bo'ladi. İman bilan bo'ladi. Amali solih bilan bo'ladi. İnsanperverlik bilan bo'ladi. Biz mana bu qoidalarni ve belgilemelerni çoxum özümüzün hayotiga tatbiqlash bizni Allah subhanahu ve taolaga yaqinlashtiradi ve bu ibadet bo'ladi ve şu orqali biz cemiyetga o'rnimiz yuqori bo'ladi.
Çünkü Allah subhanahu ve taala mertebesini igiz kılıdıgan, derecesini âli kılıdıgan, kişilerin aldıda makamı üstün kılıdıgan kişiler, mümin kişiler ve şu iman etip durup Allah'a ilim algan, ilim bilen şugullangan ve şu ilimni başkalarına yetkizgen kişilerle Allah bayan. Allah ayet-i keriminin ahırında vallahu habirun bima ta'malun. Allah Teala silinin nimiş kılıvatkanlıklarının haberi var. Sili bir sorunu kelgen vaqtınlarda sorunun kaideleriga, edep yusullarga amel kıldınlarmı? Ve sorununu teşkil kılgan mesullarının teşkilige boysundunlarmı? İntizamga riayet kıldınlarmı? Bunu Allah subhanahu yoki qilmadinglarmi? Buningdan Allohning xabari bor edi. Allah mening xabarim bor deganlikning ma'nosi men har bir ishinglarning mukofot jazosini yozaman va mukofot jazosini beraman deb Allah subhanahu va taolo mana bu ishga mukofot jazo belgilaydiganligini bayon qildi. Shuning uchun aziz muhtaram qarindoshlar, biz mana musulmonlar har joyda har vaqt axloqli bo'lishimiz lozim. İntizamlık bilişimiz lazım. Müslüman qalaq, Müslüman iş yuqmaydı deydigan, birer yerge berip bir saqlaydigan, tertip saqlaydigan iş bu qapqası iştişidigan, birisi-birimizning aldığı ötüp olishga tirishadigan, mening ishimni baldırib basıotdi deb, qerindishimizning ishni keynida qilsayotdi deb qapulaydigan, men saqlab ketgili shu qadar uzun bo'ldi deydigan, mana bundaq ishlarni tashlashimiz lozim. Har bir yerning tuzumi va har bir o'rinning qoidasi bor, shuning uchun amal qilish lozim. Madamiki o Allohning diniga xilof, shariatga xilof kelmasa. Mayli o tamak yeydigan o'rinlar bo'lsin. Her qanday o'rinda cho'qim bekitilgan tuzumga amal qilish lozim. Allah bizni shuningga chaqiryapti. Sizlar unda ishtishmanglar. Bir-biringlardan aqlab o'tmanglar. Adablik bo'linglar. Qoidaga bo'ysuninglar deydi Alloh taolo. Bu orqali tinch bir jamiyatni va qarindosh, do'stona, kuyimchan, bir-biriga muloyim, mehribon bir jamiyatni Allah barpo qilmoqchi birodarlar. İslam her bir ishda haqiqiy, inoq oila, baxtli jamiyat, bir-biriga kuyunadigan, ko'ngli biladigan o jamiyatning a'zolari har birisi yana birisini bir tan deb hisoblaydigan bir jamiyat barpo qilishda islom o'zininki asosiy prinsipi. Şu Allah bu ayet-i kerimede bizge hem sorundaki ahlakını öğretti. Çünkü köpüncü ziddiyet sorundan çıkıyor. Meni sepnin altında koymadı. Meni tövgü çıkarmadı. Ya ki bana layık hürmet kılmadı. Deydiğen bana mı şunda işte del bu sorundan çıkıyor burada. Biz mümin Müslüman buludikemiz Allah'ın bu ayetine ve bu körsetmesine boysunuş ve bu talepke layık amel kılışımız lazım. Allah hemimizde hakta müstehkem tuğlu nasip kılsın. Allah hemimizde doğru yolda müstehkem kılsın. Ve ahru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin.